Nima uchun ichinglarda shom o'qimaganlar bor, lekin musulmonmiz deydilar-ku hozir. Nima uchun shom o'qimadinglar? Mana yarim soat oldi. Gap amalga to'g'ri kelyaptimi? O'zingizga o'zingiz savol qiling. Musulmonman deyapsiz-da, shom o'qimadingiz. Chunki asrni ham o'qimagan edingiz. Peshinni ham o'qimagan edingiz. Bomdodga ham turmagan edingiz. Qani islom? Qani musulmon? Quruq gapminammi? Alloh shu gapni qabul qiladimi? Qabul qilmaydi-ku. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha va qulu qawlan sadida. Gapirsalaringiz ey mu'min bandalarim, rost gapni gapiringlar deyapti. Haq gapni gapiringlar deyapti. Bizlar hozir musulmonmiz deb ko'kragimizga uryapmiz-da, lekin namoz o'qimayapmiz. Xo'p, musulmon ekansizlar. Nechtanglar cho'ntaginglarda hozir Xudo harom qilgan nosvoy bilan sigaret bor? Nechtanglar bugun kunim bilan nechta chakdinglar? Yana kechgacha, kechqurungacha nechta chakasizlar? Necha yildan beri chakyapsizlar? Ichinglarda kecha ichganlar yo'qmi? Shu hafta ichganlar yo'qmi? Hamma bu narsadan taqvo qilganmi? Alloh subhanahu va taolo ey musulmon bandam, agar musulmon bo'lsang, o'zingni bilsangchi deb turibdi. Oilaviy mojaroga bordim. Kuyov o'zbek, ayoli o'rus millatiga mansub. Mojaro bo'lgan. Taklif qilishdi. Nima sabab desam, o'rus ayol aytayaptiki, erim menga Qur'on o'rgatmayapti deyapti. Men otamni, onamni qarshiligiga qaramasdan islomni qabul qildim, musulmon bo'ldim. Musulmon bo'lib yashab, musulmon bo'lib o'laman. Mana ikkita bolam bor, ikkalasini musulmon qilaman. Xudo xohlasa qori qilaman. Shunaqa chiroyli bolalarni bergan, shunaqa farishtadek bir qoshiq suv bilan yutib yuboradigan suratni bergan Parvardigor. Men endi masjidning imomiga borib Qur'on o'rganaymi? Kim o'rgatadi menga Qur'onni deyapti. Bu o'zi musulmonman, palon bo'lasan, musulmonga bo'lsang, u bo'lasan, bu bo'lasan deb meni qancha qo'ynimni puchong'oqqa to'ldirdi. 2 rakat namoz o'qimasa, buni otasi o'risdan ko'p aroq ichsa, bu qani musulmonligi bular? Men nima qilay endi deyapti. Men aldanib hayoti dunyoda shu aroq ichadigan insonlarga xizmat qilaveraymi yo Qur'on o'qimasdan o'tib ketaveraymi deyapti. Nima degan bo'lardingiz? Nima qilgan bo'lardingiz? Kuyov bolaga aytayman, "Ey kasofat, musulmonni qizini musulmon qila olmayapmiz. Boshiga ro'mol o'ratib, tagiga ishton kiydira olmayapmiz. Musulmonni qizini olib qo'yganmiz musulmon deb, lekin namoz o'qita olmayapmiz, roza tutira olmayapmiz. Hech namozsiz farqiga formaydi. Senga Xudoy taolo qo'sh qo'llab beribdi-ku bu xotinni. Nega qadriga yetmaysan? Aqlingni yig'sang bo'lmaydimi desa, "Meni kechiring, endi ikkinchi qilmayman" deb turibdi. Nimasini kechirish kerak? Bu o'zi kechirimga loyiqmi? Musulmon Alloh subhanahu va taolo yaratgan mahluqot mavjudot ichida eng azizi bo'lgan insondir.